Sekinroq sindirasiz. Buncha sinadigan narsa yo'q. Tak, bugungi mahsulotimiz. Ko'pchilik biladigan, eshitgan xurmo gulchangi. Bu nima uchun foydaligini ko'pchilik biladi. Aytaymi? Aytaveraman mayli. Bu farzandlar uchun farzandli bo'lishga imkoniyat beradi. Bunga 100% suyanib qolinmaydi. Bu bir sabab. Farzandli bo'lish uchun yana kechalari turib Alloh taolaga duo qilish kerak, ota-onaning duosini olish kerak. Ana hajlarimiz hajga ketdi. Kelishi bilan sirrazi sveji shularni hajlarni duolarini olish kerak. Duosi qabul bo'ladigan insonlarning duolarini olaverish kerak. Tushunarlimi? Faqat bu narsani o'zi sizni farzandli qilmaydi, bu bir sabab. Lekin buni ham iching. Buni foydalari nimadan iborat? Bu foydalari mana erkak kishida spermatozoidlar miqdorini oshiradi, urug'ning miqdorini, testosteronni kuchaytiradi. Ayollarda ham, erkaklarda ham farzandli bo'lish uchun shans yaratadi, shans. Tushunarlimi? Shuning uchun mana O'zbekiston bo'yicha dastlabki bor zakaz qilishlaringiz mumkin. Bu bir sabab, sababini siz qilavering, Allohdan so'ravering. Inshaalloh siz farzandli bo'lasiz.